O'zbeklar uchun shoshilinch muhim xabar. Endi nafaqa qanday to'lanadi? Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekistonda homiladorlik va kasallik nafaqalarini tayinlash hamda to'lashning yangi tartibi joriy etildi. Endilikda to'lovlar Baraka ijtimoiy kartasi orqali amalga oshiriladi. Kun o'z yangi tizimning asosiy o'zgarishlari, nafaqa olish shartlari va to'lov mexanizmini tushuntiradi. Davlat ijtimoiy sug'urtasi to'g'risidagi qonun hamda Vazirlar Mahkamasining 796-son qaroriga muvofiq homiladorlik va tug'ish hamda vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqalarini tayinlash va to'lashning yangi mexanizmi joriy etildi. Bunda homiladorlik va tug'ish nafaqasi to'liq, kasallik nafaqasi esa 6-kundan boshlab Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi hisobidan moliyalashtiriladi. Davlat ijtimoiy sug'urtasi sug'urta hodisasi yuz berganda sug'urtalangan shaxslarning daromadlari yo'qolishi oldini olishga qaratilgan davlat kafolatlari tizimidir. U majburiy va ixtiyoriy asoslarda amalga oshiriladi hamda vaqtincha mehnatga layoqatsizlik, homiladorlik va tug'ish kabi sug'urta hodisalari yuz berganda fuqarolarni ijtimoiy himoya qilishni ta'minlaydi deyilgan xabarda.